Assalomu alaykum Eldor aka, kelibolaringizmi aka? Rahmat, charchamayapsizmi? Xohlasa bor, bugun qo'ylarda, nakachilarda olib kelganman aka. Siz obunachilaringizga bor. Xudo xolasa. Suv tekin qilib beraman. Xudo xolasa. Videoni oxirida ko'rib turishadi. Videoni oxirida ko'rib, o'zi bir partiya qo'yim bor. Videoni oxirida ko'rib turishadi. 2 oy, 2,5 oyda, uzoq 2,5 oyda yetiladigan qo'ylarda olib kelganman. Bugun narxlar bor, suv tekin bo'ladi aka. Qulay qilib beramiz narxlarni. Qulay bo'ladi, xudo xolasa aka. Hurmatli obunachilar, videoni oxirigacha ko'rib turasizlar, xudo xolasa. Kommentariyada otangga rahmat yozib turinglar, narxlarni yozishadi o'zi, astaylar. Aytyapman, narxlar sinadi bugun aka. Xudo xolasa. Videoni oxirigacha ko'ramiz obunachilar. Hurmatli obunachilar, mana qo'ylarimiz mana o'tlagan, haydab oldik mana. Akmaljon, xudo xolasa, ko'klam chiqdi aka. Solilar zo'r ekan inshaalloh. Bir hafta 10 kun behijolat sinab olishadi. Sinab olishaveradi mana. Hurmatli obunachilar. Endi men bu qo'ylarni o't hashaydan qaytganini ko'rmaganman-ku. Endi baribir sizlar uchun men egalaridan bari so'rab, sizlarga ma'lumotlarni olib berganim yaxshi. Bugunga nechta endi son Akmaljon? Bugunga aka 12 ta qisir, bitta qo'chqori bor. Qo'chqori ham bormi ichida? Ha, bitta qo'chqori ham bor. Xudo xolasa mana hurmatli obunachilar, qo'ylarni ko'rib turibsizlar. O'ynab turgan narsalar aka. Qo'l oyoqlari butun holatda mana hurmatli obunachilar, yugurish ketdi mana hozir. Xudo xolasa ma'lumotlarni beramiz. Mana hurmatli obunachilar. Xudo xolasa mana qo'ylarni ko'rib turibsizlar. Qo'chqori ham xudo xolasa o'sha narxda ketaveradi. Shunday aka, hammasi bitta kelgan, bitta ketaveradi aka. O'tgan gal qo'ylarimiz qayerga ketdi? Obunachilarimiz olishdimi? Aka, ular ham Andijonga ketdi. Bitta obunachimiz olishdi. Mana hurmatli obunachilar, bundan oldingi partiyani ham andijonlik obunachilarimiz olishgan edi. Xudo xolasa bu partiyani ham inshaalloh andijonlik akalarimiz olishsa, xursand bo'lamiz hurmatli obunachilar. Mana qo'ylarni bo'ybaslari, qo'l oyoqlarini ko'rib turibsizlar inshaalloh. Qo'l oyoqda nuqsonlar yo'q ekan aka. Yo'q aka. Aybi nuqsi bo'lsa o'zimga qolaveradi aka, behijolat aytibman-ku. Suyakli narsalar mana hurmatli obunachilar. Xudo xolasa qo'ylar hammasi zo'r aka. Qo'chqorimni o'rtadagi juni kalta o'sha qo'chqormi? Shunday ha. Mana shu qo'ylar ozgina hurkaroqda aka qochib ketaveryapti. Mana shu juni kaltasi qo'chqor ekan mana hurmatli obunachilar. Keyingi mahalladamiz hurmatli obunachilar, agar xato kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa, ma'zur tutasizlar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha syomkalarni qilib beryapmiz. Shogirdlar bugun o'qishda ekan. Shunday maktab boshlandi aka. Xo'p, endi bular nima qilinadi hurmatli obunachilar? Olinadi. Yemi, bunaqa kuchli yem ham shart emas o'zi aslida bularga. Oz-ozdan yalab turiladigan bo'lsa, xudo xolasa yaxshi. O'zi badani ko'chib qolgan aka, hammasini badani ko'chib qolgan. Boladan yangi ajrab shekilli hammasi. Ha, shunday, o'shancha qochyapti. Taqdan baqa aka. Yangi ajragan holatda bolasini qidirib qochyapti mana hurmatli obunachilar. Xudo xolasa bu partiyaga soni kam nimaga Akmaljon? Aka, o'zi siz obunachilaringizga qo'y yetkizib bo'lmayapti. Ilojini boricha har kuni qo'y chiqaraman deyman aka. Kelib olib ketishyapti aka. Qo'qondan kelib olib ketishyapti hoji akalarimiz. Xudo xolasa. Bularda ham bor. Hammasini bitta olgan odam yutaveradi aka. Akmaljon qarang, obunachilarimiz hammasi zo'rda aka qo'ylar. Obunachilarimiz qo'llab-quvvatlab kommentariyada har safar narx arzon bo'ldi, otangga rahmat yozishyapti. Sizni qo'llab-quvvatlashganiga narxlarni ham chiroyli qilib berasiz. Sinadi aka bugundan. Xudo xolasa yo'lida qilib beramiz. Birontasini ushab ko'rsating Akmaljon deb ko'raylik. Aka, birortasini ushab ko'rsatilaveradi, lekin birortasi ushab qo'yiladi. Narimalarga o'tib ketadi. Qochib ketib qolyapti. Hurmatli obunachilar, mana bo'ybasini ko'rib tursa, mana qo'ldan kelgancha mana. Xo'p, bu sal yurgizaylik bo'lmasa, sekin-sekin to'ppay bo'lib to'plab olmasin. Qo'ylar janoq ko'chaga chiqmagan ham ekan, yo bolasini qidiryapti, yo shu bolasini qidiryapti aka bular. Mana orqadan ko'rinishlari mana hurmatli obunachilar. Xudo xolasa olasiz, yemga tashlaysiz, yemda turaveradigan variantda. Boqishadi. Akmaljon, endi bularning narxini nechta qilib beramiz uka, dangalini ayting. Aka, siz obunachilaringizga mayda chudasi yo'q. 2,5 milliondan berishadi. Toshkentgacha ketaveradi, tortishmaylik aka, dangalgan. Nima desangiz, qo'ylar o'zi ham zo'r aka. Qo'chqorni nechta pul qilib beramiz? Qo'chqor ham o'sha narxda ketaveradi. Qo'chqor 3 million deb oyoqtirab turib olinmaydi aka. Ozgina hammasini olsin, qo'chqor ham ketaveradi. Ozgina qayerni qilib bering, qo'chqor. Telefon qilsa xayri ham bor. Shu videoda aytavering, Akmaljon, har safar aytib kelganmiz u. Bo'ldi. Aka 50 dan o'tib beraman. 50 emas, 100 dan o'tib bering, qo'chqor ham shu ancha ketaversin Akmaljon. Eldor aka, unda men qiynalib qolaman. Har safargidek emas endi, masalan, 12 dona xolos ekan. Yo'q, shunday 12 dona o'zi, to'g'ri. Lekin ma'nili video bo'ladi. Yaxshi qo'ylar chiqadi, xolos. 2 million 400 yemga tashlaveradigan variantlar. Qo'chqor ham shu bilan ketaversin Akmaljon.
obunachilarimiz sizni qo'llab-quvvatlab turishdi masalan. Har safar Yo'q, endi bironta shunaqa yo'q. yomon komment ko'rdingizmi videoda? Yo'q, xudo xolasa aka. Har safar masalan Nega maqtab tishlar yo'q. yozishyapti. Siz obunachilaringizni duo qilib qo'yishadi. Hurmatli Allohga chiqaverasizlar. Toshkentgacha ketadi dastlabki aka. Yirik qo'ylar mana shu. O'zlari kelib ko'rsa ham lekin yaxshi bo'lardi. Ko'z bilan ko'rgan yaxshi. Ha, ko'z bilan ko'rgan ham yaxshi. Mehr ko'zda hurmatli onachi buni qo'ldim. Dek buni qo'li qisganga hech bo'lmay yetmaydi. Shunday aka. Balki kelishsa undan ham arzon bo'lib ketar. Ha, kelishsa uyalib ish bitadi. Chiqarib yubor desa ham chiqarib yuboraveradi. Kelib ko'rsa ham baribir nima deydi? Ko'ngil holi bo'lmaydi-da aka. To'ppa-to'g'ri. Mana hurmatli onachilar, qo'ylarni ko'rib turibsizlar. U tarafdan ham, bu tarafdan ham, chapdan ham, o'ngdan ham hamma tarafdan ko'rsatyapman. Shtobi ko'rgan odamda to'liq ma'lumot bo'lsin deb. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. U Akmaljon ukamiz har safar chiqarishyapti. Har safar o'sha tugab ketyapti-da, qo'lda 2 parti shu videoning orqasida 2 parti. Ammo ilojini boricha tezroq telefon qilsin aka. Ko'pchilik telefon qilyapti, xafa bo'lyapti, o'yin qilyaptilar. Akalar, o'yin yo boshqa narsa emas. Yetkazib bo'lmayapti. Shunday yetkazib bo'lmayapti. Videoni ko'rishingiz bilan telefon qiling. Qandoq zo'rong deydi-ku. Xudo xolasa. Endi bari hurmatli obunachilar, hozir buni aytib turgan narxlarga bozorda kichkina bir barra qo'zlanib beryapti. Endi qo'zlab sotilyapti. Aka, o'zimiz ham sotyapmiz, endi qo'zladi. Shuni hisobiga, arzonligini hisobiga akalar telefon qilib, kerak bo'lsa kelib olib ketib qolishyapti. Shunday. Ko'pchilik kelib olib ketishyapti. Shuning orqasida masalan 30 ta qo'y chiqargan bo'lsak, menga 50 ta 60 ta deb zakaz ham qilib ketishyapti. Ha, zakaz ham qilishyapti. Qo'ldan kelgancha qilib beryapman aka. Bundan bu yoqda ham ishlarni bitirib, xotirjam nima qilib beraman aka. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Kimga 50 ta kerak, kimga 100 ta. Masalan bu 12 ta ekan deb bizga 20 ta kerak edi, bizga 12 ta to'g'ri kelmas ekan demaylar. Bemalol telefon qilasizlar. Zakazga aka, qo'y seroq, qo'y tagi tugamaydi. Prosta aytayapman. Kecha bugun bo'lib, Qo'qondan bir kishi kelib olib ketishdi aka. Qo'qonga 30 ta bor dedingiz, ha? Shunday. Mana hurmatli obunachilar, aloqaga chiqaverasizlar. Masalan, o'tgangi hali videolarimizda ham 30 ta qo'y chiqargan bo'lsak, uni orqasida masalan 100 ta 50 talab ham qilib berdingiz, obunachilar. Ko'p sotilyapti, ha. Shuning orqasidan telefon qilishyapti, qilib beryapmiz aka. Telefon qilishaversin aka, qachon ko'rishsa bo'ldi, telefon qilishaversin. U encha bo'pti yo boshqa narsa bo'pti emas. Telefon qilsa qilib berilaveradi aka, qo'y. Qilib berilaveradi mana. Dangali gap. Xullas, hurmatli obunachilar, bugungi qisqacha shunaqalar. Bugun qisqacha bo'ladi dedi-ku. Shunday qisqacha bo'ladi aka. Ma'nili video bo'ldi-da. Siz obunachilaringiz. Xudo xolasa. Olinglar, yemga tashlab qo'yasizlar. Xohlay masalan, qurbonlikka deganlar, qurbonlikka yoki biror ehsonga. Aka, qurbonlikka qo'ylar tayyor bo'ladi. Tayyor bo'ladi. Bironta ehsonga demoqchi bo'lsalar, bironta ehsonga ham ishlatsa bo'laveradigan variant. Xullas, bugungi shunaqa qisqacha gaplar. Videoni oxirigacha ko'rgan hammaga rahmat. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Mana shu bolani kommentariyada bir qo'llab-quvvatlab. Otangga rahmat yozib ketish esdan chiqmasin. Like, podpiska bosish esdan umuman chiqmasin akalar. Film tugadi.